Siz menga hozir primoy efirim yoqilsa Instagramdan kirib berasiz, xo'pmi? Men bundan ko'rib turaman savollar. Yoqildimi? Kecha yoqilmadi deyapti. Voy, rosa kecha qiynaldim. Uchib qovurdi. Yo'q, men borib yana to'g'irlatib keldim. Nimaga uchib qolibdi? Короче, настройкасida 3G'ni yoqish kerak ekan. 3G'ni yoqmagan 4G dedim. Короче, bir nimani yoqmagani uchun u qotib qovurgan. Hali yoqilmadi? Yoqilyapti. Assalomu alaykum hammaga. Xayrli va chiroyli kun. Bugun ham siz bilan makiyajni ketma-ketligini o'rganamiz. Tak. Xayrli va chiroyli kun. Bugun ham siz bilan savollaringizga birato'la javob berib o'tib ketaman. Bunisi to'g'ri kelmas ekan. Hozir chexolni yechib qo'y. Ha, chiqib qo'rqadi-ya. Qizimizga e'tibor berasiz. Qizimizning chertalari juda ham chiroyli. Burunchalari kichkinagina, qoshlari chiroyli. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Buncha yaxshi, yana mazza qilib o'rganamiz debdilar. Qizimizning chertalariga e'tibor berasiz. Qizimiz oq, sariq qizlar. Va chertalari juda ham chiroyli, qoshlari terilgan, burunchalari, lavlari. Faqat bitta muammolari bor, ko'zlarini tegi qurishni boshlagan va yuzlarida sepkilchalari bor. Sizga yaxshi ko'rinyaptimi, qizlar? Ko'rinyotgan bo'lsa, boshlaymiz. Oldingizga klient kelganida birinchi bo'lib ularni terilarini holatiga nazar solasiz. Terilarini holatiga qarab, chunki biza tonalka va namlantiruvchi bazalarni tanlashimiz kerak bo'ladi. Orqadagi bardakaga e'tibor bering. Yangi kosmetikalar olganmiz-ku. Shularni hali raspakovka qilmadik. Endi bizada malaka oshirish kurslarimiz chegirmaga tushgan. Ro'za ayyomida juda ham ko'p qizlarimiz iltimos Dinar opa chegirma qilib bering deyishgani uchun 5 kunlik kurslarimiz ataga $130 bo'ldi. Bemalol kelib o'qisangiz bo'ladi. Assalomu alaykum Samarqanddan debdilar. Assalomu alaykum Samarqandliklar, alangali salom sizlarga. Yaxshimisizlar? Ro'za ayyomlar bilan charchamayapsizlarmi? Tak, aytib o'taman, qachongacha davom etadi bu? Bu ro'za oyini yakunigacha davom etadi. Bu kurslarimizning chegirmasi. 5 kun davomida siz har kuni yangi makiyajlardan tashqari ro'mol o'rashi, mobilografiyani, ya'ni rasmga, videoga to'g'ri olish, ularni to'g'ri yasatish, ya'ni qanaqa qilib bir-biriga ulash, hammasini o'rganamiz va shu bilan birga kosmetikalarni to'g'ri tanlash va ularni qayerdan olsangiz original kosmetika ola olasiz. Shularni hammasini men siz bilan bo'lishib o'taman. Ulgurib qoling, chunki bu skidka narximiz ro'za oyini oxirigacha. Hali bunaqasi bo'lmagan. $130 ga siz 5 kun professionalniy malakangizni oshirib olasiz. Qashqadaryoga ham alangali salom qizlarjonlar. Assalomu alaykum dunyo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Rahimova, qalaysiz? Dilnozaxon. Yaxshimisizlar? Tak, primoy efirimizdan endi yoqdim. Inshaalloh oxirigacha bo'lganda o'chib qolmaydi deb umid qilaman. Qotib qolsa sirazi etasizlar. Qovoqli ko'zlarga ham makiyaj ko'rsating. Qovoqli qizimiz kelib qolsalar ko'rsataman. Ana endi yuzlarini yaxshilab artib olamiz. Ya'ni bu etapimizda bizda demakiyaj deyiladi. Demakiyaj bu yuzimizni o'zini yog'laridan tozalab olish. Qizimizga lishni narsa kerak emas, o'zlari shundoq ham chiroylilar. Voy. Bunisiga o'tkazmasam. Qoshlari terilgan, ortiqcha narsa kerak emas. Shundoq ham go'zallar. Yuzlari kichkinagina ko'ryapsiz.
Yana shuni aytib o'taman, makiyaj qilayotganingizda обязательно kipriklardagi eski tushlarni va podvodka, eski podvodkalarni, qalamlarni обязательно tozalab artib oling. Nimaga? Makiyaj davomida yumamiz, u oqib chiqaveradi-da, makiyajingizni, toningizni tugatguningizcha ko'zingizni tagini gryazniy qirqib tashlang. O'shaning uchun shoshmasdan yuzni top-toza qilib artib olishimiz shart. Qanaqa tellar ishlatasiz? Hammasini ko'rsating, tonalkalarni, kremlarni. Uning uchun siz kelishingiz kerak. O'quv kursida birma-bir har bittasini ko'rsatib o'taman. Chunki efiri bu cho'zilib ketadi, har bitta narsani ko'rsataversam. Tepaga. Hozirda malaka oshirish kurslarimiz $130 bo'ldi 5 kunga. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Bunaqasi hali bo'lmagan deydi-ku. Men juda ham ko'p qizlarimiz bizga yozdi, Dinarapa, ozgina arzonroq qilib bering deb. O'shanga ro'za oyini oxirigacha bemalol kelishingiz mumkin. Mana, yuzlarini tozalab artib oldik. Ana endi namlantiramiz. Namlantiradigan ba'zamiz bularga yuzlari qurishishga moyil. Shuning uchun ham ko'zlarini tagiga ajin tushib ketgan. Ko'ryapsiz, mimik ajinlari chuqur. Bo'lmasam, bular hali juda ham yoshlar. Hozir ketdimi? Ketib qoptilar indamasdan. Shu sababli ham namlantiradigan bazamizni ikkita etapda suramiz. Ikkita etapda bazani suribman. Yana qizimiz Quyoshli Xorazmdanlar-da. Xorazm, Buxoro, Qoraqalpog'iston, quyoshli joylarni ayollarini ko'jasida farq bo'ladi. Ularda ajinlar tushishga moyillik ko'proq bo'ladi, dog'lar tushishga moyillik ko'proq bo'ladi. Nimaga? Chunki quyosh qaritadi. Shuning uchun ham har doim aytaman, qizlar, quyosh nuridan ko'ra, sal boshimiz pastroq. Quyosh nuridan ko'ra agar качественный tonalka BB, CC kremlar sursangiz, anchagina foydali quyosh nurida yuzimiz qariydi. Shuning uchun ham обязательно ko'chaga chiqishdan oldin SPF'li kremlar, tonalkalar surib yuringda, bekorga ketmayman. Chiroyli qiz ekan, qosh ko'zlar qop-qorada. Assalomu alaykum opa. Qotyapti. Nega qotyapti? Qotish kerak emas. O'zingizda qotmayaptimi, lekin men qotganini hali sezmadim. Qolganlarda ham qotyaptimi? Ana endi qarang, ko'zlarimizning tagida ozgina ko'kargan izlar bor, ko'ryapsiz. Ko'kargan tushib ketdi. Iya. Menimcha bo'shab qopti-da. Bu yog'ini bo'rash kerak ekan. Malyusinkani. Ana, qotirdim yaxshilab. Bunisini ham qotirdim. iPhone rosa og'ir-u. Men bu bechora vashi ko'tara olmaydi. Yangisini qo'ydim shuncha. Mana. Ana endi shaftoli rang konsiler yordamida ko'zimizning tagidagi ko'kargan izni berkitib olamiz. Konsilerimiz matoviy finish bermaydigan, suyuq bo'lishi shart. Tushuntirdimmi? Qo'yganimizdan keyin sразу тушевка qilmang, biroz kuting. Biroz kutganingizdan keyin yoyasiz. Mana endi buni yoyamiz. Yoyayotganimizda ichki burchakdan boshlab sekin qotgani yo'q, qotmadi deyishdi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Agar savollaringizni ko'rmay qolsam, siz повторно yana berasiz, xo'pmi? Chunki bu yerda o'qib turadigan odam band, отработка topshiryapti. Mana
yoyganimizda ko'zimizni tegi sirazi berkiladi. Agar biz shaftoli rang konsiler bilan yopmasak, tonalkamiz bu yoqqa idealni yotishi mumkin, ko'zimizning tegi seri bo'lib qoladi. Shu sababli tonalkadan oldin обязательно shaftoli rang konsiler bilan ko'kargan yuzlarni bekitamiz. Mana qizimiz issiq yuzli qizlar. Esingizda bo'lsin. Issiq yuzli qizlarga har doim tonalkalarni issiq ranglaridan tanlaymiz. Bu haqda ham professional kursimda birma-bir tushuntirib o'taman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum yangi kelganlarga, hammaga xayrli kun bo'lsin ilohim bugungi kunimiz. Ana endi poralarni yopish uchun primerdan foydalanyapman. Burun atrofida poralari ochiq va bu poralarni yopmasak, tonalkamiz uzoq saqlanmaydi, oqib ketadi. Har bitta yuzga individualni yondoshgan holatda primerni suramiz. Qo'limiz eng ko'p tegadigan zona bu burun atrofi hisoblanadi-yu. Bilasiz, hayajonlansak ham burnimizga tegamiz. Xursand bo'lib kulsak ham burnimizni yopib kulamiz. Shu sababli mana shu zonaga primerni surib olishimiz. Chimik marshinkalari bilinadi-da quruq yuzlarda. Shuning uchun ham primerni u yoqqa surish mumkin emas. Yana ham bilintirib qo'yishim mumkin. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Yo past gapirmayapmanmi? Yoki juda baland gapirmayapmanmi? Qizimizning peshonalarida ozgina pigmentli piyatnalari bor ekan. Sizga ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana bu zonalarida. Bu unchalik qo'rqinchli emas, tonalka bilan bemalol yopsak bo'ladi. Tushuntiryapman. O'qimoqchi edim. O'qimoqchi bo'lsangiz, voy, как раз agar offline o'qimoqchi bo'lsangiz, hozir skidka narxida, voy, o'qib olsangiz maza qilasiz, lekin bunaqa narx bo'lmagan. $130 5 kunga malaka oshirasiz asal. Direktdan yozing yoki bo'lmasa profilimizning shapkasida nomer qoldirganman. Telegramdan yozsangiz ham javob beraman va sizga lokatsiya tashlab beraman. Topib kelishingiz qiyin bo'lmaydi. Yo'li shunda bo'yidamiz, Sag'bon chorrahasida. Nurafshon yo'lida. Uzoq emas, shunda sentrda. Primer sink kremi emasmi? Yo'q. Yuzim qurishib ketyapti. Nima ishlatsam bo'ladi? Shabatri 2 bosqichda suring. Kechqurun va ertalab ham surib yuring. Nechchi pul dudingiz kursingizni? Hozir chegirmada $130 5 kunga. Qizlar, bunaqasi hali bo'lmagan. 5 kunga $130 to'laysiz va kelib mazza qilib malakangiz oshirib, kosmetikalarni to'g'ri tanlashlarni ham ko'rsatib o'taman. Shu bilan birga aldanib qolmaysiz, ortiqcha kosmetikalarga pulingiz ketmaydi. Va albatta mobilografiya darsini ham qo'shganman. Mobilografiyani ham o'rganib ketasiz. Tonalkani suyug'ini suryapman. Nima uchun deb o'ylaysizlar? Nima uchun men bu qizimizga juda ham suyuq tonalka ishlatdim? Javob beradiganlar bormi o'ringlarda? Parangiz meni jonim. Onlayn o'qiyman, opa. Onlayn o'qimoqchi bo'lsangiz, onlayn kursimizni hozirda kecha 350 ming so'mlik skidkamiz tugadi. 400 ming so'm. 400 ming so'mga siz kurs sotib olsangiz, sizga umrbodga yetadi. Xohlagan paytingiz xohlagancha kirib ko'raverasiz. O'tda makiyaj o'rganasiz, soch turmaklari qo'shilmagan va mobilografiya ham qo'shilmagan. Lekin ham ishlatadigan narsalarimni birma-bir obzor qilib ko'rsatganman. Savollaringizga ham o'zim javob berib o'taman agar bo'lsa.
yuzlari quruqligi uchun to'ppa-to'g'ri yo yuzlari quruq bo'lgani uchun ham ajinlarni bilintirib qo'ymaslik uchun suyuq tonalkadan foydalandim. Judayam qalin ton tonalkani qalin qilib sursalar, ko'z ostidagi mimika ajinlar bilinib qoladi. Qizlar jonli esinglarda bo'lsin. Tonalkamiz yupqa va suyuq bo'lishi kerak. Oqib ketmasligi uchun ton uzoq turadi to'ppa-to'g'ri. Shulusheniya bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Shulusheniya bo'lmasligi uchun yuzni namlantirish kerak. Shulsheniyani yo'qotish uchun esa kosmetologga murojaat qilish kerak. Balki organizmingizda D va E vitaminlari yetishmayotgan bo'lsa, shularni sizga hal qilib beradi. Vrach, dermatolog, kosmetologlar. Tonalkani yupqa qilib yoyib oldim. Nima deb o'ylaysiz? Yuzlariga tonalkani tushira oldikmi? Tak. Yorug'roq bo'ldi mana. Sizga yaxshi ko'rinyapti. Va qizimizning yuzlari qoshuv deyman, qarang, to'qqizta yopiladi, kichkinagina. Nasha ozib ketibsiz, nima qilib ozdingiz? Siqildim. O'sha siqilishdan yo'q deyman. Siqilsam ozarmidim. Alhamdulillah, lekin unaqa bo'lmas narsaga siqilavermayman. Sevgi, muhabbat yoshidan o'tgan bo'lsam ham. Ketdik. Mana bo'ladi. Butlarini ham yaxshilab, zonalarini va bo'yin qismlarini ham nomiga to'g'irlab oldik. Lekin ozga yarashmabdi deyapti ko'pchilik. Menga yoqdi, lekin ozganingiz. Buni ham menga shunaqa kichkinagina qizlar yoqadi. Bir umr yosh ko'rinishadi-da, chunki bo'ylari kichkina, o'zi jimoqtibgina qizlar bor-ku. Hech qachon yosh katta bo'lsa ham dash katta bermaysiz-da, chunki yosh ko'rinishadi vechna. Yuz yaxshi namlansa, tonalka so'yoqdek yotadi, ashi payt mazza qilaman deb to'ppa-to'g'ri. Necha kunlar siqildingiz opa, necha kiloga debdilar. Qovoqqa tonalka surilmaydimi? Yo'q. Zo'r tushdi debdilar, zo'r debdilar. Qanaqa tonalka ishlatdingiz? Mixing qilib, aralashtirib ishlatdim. L'Oreal bilan Forever'ni. Tak Forever almashtirdim. To'g'ri, shuni aralashtirdim. Tak L'Oreal bilan Forever aralashtirdim. Forever'ni ham koreyskiy variantini. Salom go'zalim Dinaraxon, Batirni ko'k rangi yog'li yuzga to'g'ri keladimi? Albatta to'g'ri keladi. Ko'k rangi hammaga to'g'ri keladi. Umuman boshingizni qotirmay suravering. Yog'li yuzlarga qanaqa baza ishlatish kerak? Yog'li yuzlarga Batirni bir bosqichda sursangiz yetadi. Boshingizni olib ketmadim? Ana endi kontring texnikasini qilamiz. Kontring texnikasini qilayotganimizda juda ham ko'pchilik ayollarimiz konturingni mana qilib lab burchaga olib kelib qo'yishadi. Bu noto'g'ri. Bu dinozavrlar paytida qolib ketgan. Biz konturni chizib ko'rsataman sizga. Mana shu joyda qoldiramiz, ya'ni burnimiz va labimizning o'rtasiga ikkita barmoq yetmasdan qoldiramiz. Ana shunda yuzimizga lifting bergan bo'lamiz. Peshonalarimizning burchaklari va mana bu sonamizni ozgina to'qlashtiramiz. Shu bilan birga burnimizni suvechasiga bundoq qilib chizamiz va buni sekin tushovka qilamiz. Tushovka qilayotganda bugun sizga kis bilan yoyishni ko'rsatib beraman. Qoshlar juda ham chiroyli ekan-da. Forever Pro'mi? Yo'q, Forever SQ ekan. Ko'p bo'yanish yuzga yomon ta'sir qilmaydimi? Yuz nafas olmaydi deb eshitganman. Qarang. Zuhraxon, juda ham chiroyli savol berdingiz. Savolingizga javob bermoqchiman. Agar siz bo'yanganda sifatli kosmetikalardan foydalansangiz va kechqurun uxlashdan oldin yuzingizni yaxshilab yuvib uxlasangiz, hech qanaqa zarari yo'q. Nabarot, quyosh nuridan zashat qilgan bo'lasiz. Agar siz sifatsiz narsalardan foydalanib make-up qilsangiz, to'g'ri, yuzingizga zarar yetkazib qo'yishingiz mumkin. Lekin men 15 yoshimdan beri makiyaj qilaman. 15 yoshimda.
Chunki men yoshligimdan qiziqqanman kosmetikaga, yuzimga surib ko'rishga, eksperiment qilib ko'rishga. Va alhamdulillah, yuzimda hali bitta ham ajin yo'q. Bu degani, kechqurun yuzingizni tozalab yuvib yotasiz va sifatli mahsulotlardan foydalanasiz. Sifatli deganim qimmatbaho deb aytganim emas. Sifatli mahsulotlardan foydalansangiz, quyosh nuridan ko'ra foydaliroq. Quyosh nuri sizni chiritib yuboradi yuzingizni. Tushundingizmi? Bilsiz, dehqon ayollarimiz quyoshga primoy ishlashgani uchun yuzlari juda erta qariydi. Bo'lmasa ular umuman makiyaj qilishmaydi. Tushuntira oldimmi? Burnimizni ikkita tarafini pastga qarab yoyaman. Mana. Yoydim, ko'rdingizmi? Va har doim esingizda bo'lsin, burunni korreksiyasi ham har bitta yuzga individualni qilinadi. Bu haqda ham professional kurslarimda birma-bir tushuntiraman. Kichikroq ko'rsatish uchun qanaqa qilish kerak, kattaroq ko'rsatish uchun nima qilish kerak, hammasini birma-bir tushuntirib o'taman. Mana biz siz bilan yuzimizni korreksiya qilib oldik. Ana endi och konsiler yordamida yuzimizni, ko'zimlarimizni tagiga ozgina yoshilib beramiz. Ko'p emas. Men jidki kontur ishlatgani qiynalaman, dog' bo'lib qoladi-da, opa, suxoy bilan ishlayman. O'shaning uchun to'g'ri ishlatishni bilmaysiz-da, salim shuning uchun ham dog' bo'lib qoladi. BB bilan CC krem farqi nimada? BB krem CC kremga nisbatan qalinroq yopadi. CC krem bu juda ham yupqa bilinar-bilinmas yotadi va CC kremlarni juda ham yosh qizlarimizga tavsiya etiladi, muammosiz teriga. Chunki u muammoni umuman bekitib bera olmaydi. Shuning uchun ham CC kremlarni idealni ko'jali qizlar quyoshdan himoyalash uchun surishlari mumkin. Lekin yuzida ugriylari bor, dog'lari bor ayollarimizga yordam bermaydi. Mana shunda farq. Opa, pudra ko'p ishlatsa qarib ketadimi yoki tonalkami? Umuman kosmetika qaritmaydi, Nodiraxon. Sifatli kosmetikani birortasi qaritmaydi. Quyosh qaritadi. Quyoshga siz teringizga hech nima surmasdan chiqqaningiz qaritadi, stressla qaritadi va jigaringiz agar yog' bosgan bo'lsa, yuzingizga erta dog' tushadi. Sifatsiz kosmetika ham qaritishi mumkin, dog' tushirib qo'yishi mumkin. Juda ham arzon sifatsiz kosmetikaga uchmang shuning uchun. Agar sifatsiz kosmetika bilan quyoshga chiqadigan bo'lsangiz, quyosh kuydiradi. Yuzingizni yarashki bo'lib qoladi, keyin dog' bo'lib yuzingiz. Shuning uchun ham kosmetika qaritadi deb yoshligimizdan bizga onalarimiz bo'yanma, tez qarib qolasan deb psixologik travma yetkazishgan. Juda ham ko'pchiligimizga eslasanglar, afsuski bu noto'g'ri. Bo'lmasam bilmadim, kosmetika surmagan dehqon ayollarimiz anchagina yosh bo'lib ko'rinib yurishardi. Bilsangiz, erta o'shalarga, birinchi bo'lib o'shalarga ajin tushadi, dog' o'shalarga tushadi. Chunki quyosh bilan primoy ishlashadi. Ularga oson emas. SPF suv chiqishmaydi-yu dalaga, to'g'rimi? Vaqti yo'q narsaga ayollarimizni. Mana. Och konturingi ham yoyib oldik. 5 yoshli qizim aya buncha ko'p narsa suradilar-ye deb aytibdi. Ha. Ko'p deb o'yladi. To'g'ri. Opa, bug'doy rangli qizlarga qanday rangli kontur ishlatsa bo'ladi? Bug'doy rangli qizlarga ham xuddi shuni ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni och jigaring. Juda to'qlashtirib yormay qorayib ketishadi ular. Ana endi quritamiz. Juda ham quruq yuzlarga pudralarni faqatgina bir bosqichda ishlatasiz. O'rtachalarga esa bemalol 3 bosqichda ishlatsangiz bo'ladi.
eng yaxshi SPF qaysi? Uni eng yaxshi qaysi birligini men bilmayman, chunki men SPF hammasini ishlatib ko'rmaganman. Hammasini ishlatib ko'rganimda aytgan bo'lardim. Men bu yaxshi, men bunisi bo'lmaydi. Men tonalkani tarkibida SPF borligidan ishlataman. To'g'ri, rahmat opa. Chet elga o'qiganman degandingiz. Qaysi davlatda o'qigansiz makiyajni? Voy, qaysi birini aytayman? Ko'proq offline o'qiyman, onlayn o'qiyman. Almatalik ayolda o'qiganman. Keyin rossiyskiy Goar Avitisianda o'qiganman, o'zimizda o'qiganman va haligacha o'sha almatalik ustozimda malaka oshirib turaman onlayn. Onlayn biza bog'lanib, gaplashib darslar o'tamiz, chunki borib kelishga meni yosh bolam bor va ularni tashlab ketishga odam yo'q. Shu sababli ham chetga chiqa olmayman. Golden Rose mi konturda? Golden Rose. L'Orealni tonalkasini ishlatayotgandim, sepkilim bilinib qolyapti. Qanday tonalka ishlatsam bo'ladi debdilar. Tonalka bilan yopa olmaysiz sepkilingizni, shaftoli rang konsiler bilan yopib ko'ring. Ko'rmasdan turib yana ham eta olmayman, chunki sepkillarni ham har xil bo'ladi. Bu birinchi etap pudra. Ikkinchi etap pudrani bularga tashab ketaman, chunki bularning yuzlarida muammolari yo'q. Ya'ni ugrilar, dog'lar, yana bir nimalar yo'qligi uchun ham ikkinchi etap pudrani tashab ketgan holatda sirazu uchinchi etap pudraga o'taman. Opa, quruq yuzlarga qanaqa tonalka yoki pudra yaxshi? Quruq yuzlarga tonalkani yog'lisidan olasiz. Matoviy finish bermaydiganidan olasiz. Suyuq olasiz. Quruq yuzlarga juda ham qalin yopadigan tonalkalar mumkin emas. Ajinlarni bilintirib qo'yadi. Quruq yuzlar mimik ajinlarga juda ham moyil bo'ladi. Va ikki bosqichda обязательно shabator yordamida namlantiring yuzingizni. Yotishingizdan oldin ham tozalab yuvgandan keyin surib oling. Mana biz 3-etap pudraga o'tdik. 3-etap pudramiz barxitli finish bergani uchun men buni aralashtirib qo'yganman bu pudrani va nimalar bilan aralashtirib qo'yganimni siz bilan professionalniy kursda batafsil tushuntirib o'taman. Mana buni yaxshilab qoqib oldim, ko'rdingiz? Qoqayotganimda bu yuzimizga maksimal quritish bergani uchun ko'zi ostidan tezroq qoqib yuborishim kerak. Bo'lmasa yuzlari bujmayib qoladi. Yuzlari quruq-ku. To'yga makiyaj qilish necha pul? To'yga makiyaj qilishimizda makiyajni o'zi 400 ming so'm. Faqat oldinroq yozdirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana bu etapdan keyin yuzlarimiz idealni quriydi va hech qati dog' bo'lmaydi. Qo'lingiz bilan tegsangiz ham shilinib ketmaydi. Bemalol burunlaringizga tegasizmi? Yuzingizni biromda chimchilaydimi? Hech nima qilmaydi. Goarni marafonlarda qatnashib yurardingiz opa, men borgan paytlarda. Goarni marafonlarda qatnashganman, Goarda onlayn o'qiganman, kelganida bir kunlik master-klassiga ham borganman, lekin hamma narsani Goardan o'rganganman deb aytolmayman. Chunki ular umuman boshqacha ton qilishadi, biz umuman boshqacha ton qilamiz. Va Nargiz opam, Barones Nargiz opamda ham o'qiganman. Bir oy oldilarida yurganman. Bir oy emas, 2 yil desa ham bo'ladi. Nimaga bir oy o'qigan bo'lsam, 2 yil yonma-yon Nargiz opam bilan ishlaganmiz Baronesda. Qaysi pudrani maslahat berasiz quruq yuzlarga? Not ishlatib ko'ring. Ko'rmasdan uni ham aytolmayman. Tonal krem ishlataman de. Nima deganingizni tushunmadim, lekin unchun ko'rishim kerak. Hatto bir kunlik konsultatsiyaga kelsangiz, men sizga ko'rib tushuntirib berardim nimalar sizga tushishini. Chunki hozir ko'rmasdan aytsam, siz yugurib borib olsangiz, u sizga tushmasa, keyin nima bo'ladi? Mana yuzga tabiiy qizillik berib yubordik, rumyanalar yordamida. Yuzimizda hech qanaqa filtr yo'q, qizlar.
qoshlarni rastushevka qildirganlarmi? Menimcha bu yerda rastushevka, eski rastushevka qolmagan ham. O'zlari pudrni qildirgan ekanlar. Вообще-то kerak emas, qildirmang. O'zi tuklari rosa ko'p, mana qarang, rosa tukli, chiroyli noyob qoshlardan. Ana endi billa ishlardilar. Men borganimda debdilar. Siz kim edingiz? Nimaga men sizni eslamayapman? Nargiz opam bilan yonma-yon ishlaganmiz baronesda. Men qoshlarini pudralardan tozalab, qoqib yuborganman. Opa, orada ehson uchun ham makiyaj qilib turasizmi? Voy, ehson uchun makiyaj qilmayman. Ehson uchun pul ajratishim mumkin, beraman, lekin makiyaj endi вообще deyaptilar. Ehson uchun makiyaj qilinmaydi-yu. Ehson makiyaj qilinib nimaga yordam berish mumkin? Pul bilan bu narsaga yordam bersangiz bo'ladi. O'ldirdingiz lekin. Ehson uchun makiyaj qilish bu noto'g'ri deb hisoblayman. Chunki pul berasiz ehson uchun, kimgadir oziq-ovqat olib berasiz, kimgadir kiyim-kechak olib berasiz, kimgadir o'qitishingiz mumkin, agar o'qigandan keyin kosmetikani ola olsa. Lekin ehson uchun makiyaj qilish bu bilmadim. Kelinlarni qilib berganman, to'ppa-to'g'ri ehson uchun eslayman, chunki kelinlarni to'yida qiynalgan oilalarga qilib berganman. Juda ham qiynalgan oilalar bo'ladi-ku. O'shalarga qilib berganman kelin qo'yligi bilan. Lekin вечерний obrazlarni ehson qilish bilmadim. Kiyim berish, pul berish, bularni tushunaman lekin. Kelinda bo'lardi, lekin shunaqalari baronesda ishlagan paytlarim kelishganida o'zim ko'rib, onalari bilan gaplashib, действительно ehson qilish kerakligini ko'rganim uchun ham kelin qo'yilini olib berib baronesdan shunaqa ehsonlar qilganmiz administrator bilan. Eslayman shuni. Yaxshilik yo'lida, hamma narsa yaxshilik yo'lida qiladi. Birovga o'qitish ham yaxshilik yo'lida, lekin kimgadir qatgadir borib, yasanib borish uchun uni ehsonga makiyaj qilib berishingiz bu umuman to'g'ri kelmaydi-yu. Kelinlarni tushunaman, chunki kelinlarga qimmatli qiladi, to'yi kuni bir siman pul bo'ladi. O'shaning uchun kelinlarni qilib berganman. Tekinga kelin obrazini yaratib va kelin qo'yliklarni ham tekinga qilib berganman o'sha paytlarda. Pul so'rasa tushunaman ehsonga, lekin makiyaj so'rash bilmadim. Birinchi marta bo'lyapti. Qoshlarini gel bilan taravyapman, gelim Inglotdan. Mana. Qularini chiroyliligini ko'ring, qoshlarini. Umuman hech nima qildirmay qoshingizga qolmi? Mana shu bir tarafim qoshim yo'q, tepasi. Bir martalik qildirganman. Ikkinchisiga bormaganman. Bormang. Ice Pum pudra quruq yuzga tushadimi? Ice Pum ishlatib ko'rmaganman. Bug'doy rangiga qanday rumyani ishlatsa bo'ladi? Shaftoli rangi tortadiganni ishlatasiz. Fransuzskiy tonalini ishlatib ko'rmaganman. Ice Pumni ham ishlatib ko'rmaganman. Oppoq yuzlarga qanaqa rumyana tushadi? Pushtimi yoki boshqasimi? Pushti suring, rosa asal turadi. Oppoq bo'lsangiz. Qoshlarini uzunligini qarang, va unda oqsa pastgacha tushyapti. Tuklari. Mana qoshlarini ko'targanimizdan keyin mana bu zonasida to'kilgan qismlari shunda ko'rindi, ko'rdingizmi? Siz qilganingizda birinchi bo'lib jigardan tashqari jigar stradat qiladi, keyin qoshlaringiz to'kiladi. Shuning uchun siqilmayapmi?
ana endi qoshlarimizni tagiga o'zimizga tayyorlagan konsilerdan ozgina suramiz va ortiqcha qoshlarni bekitib olamiz. O'zim tayyorlagan konsilerni mana bu yoqqa qo'yamiz. Qoshimga rastушевка qildirganman. Fiksator ishlatsam bo'ladimi, yo'qmi? Bo'laveradi. Tuklaringiz bo'lsa ishlatavering. Uni вообще farqi yo'q. Qoshingizni tuklarini ko'tarmoqchi bo'lsangiz ishlatavering. Gelni ko'rsatib yuboring. Uni ham poddelkasi bormi bo'lsa kerak. Hozir hamma narsa poddelkasi bor. Inglot geli. Mana. Tak, uni o'qidim. O'qimaganlarim boshqatdan bermasangiz ko'rganim yo'q. Yumganimizda qoshimizni tegini ortiqchalarini o'chirib yuboramiz. Qizimizning qoshlari terilgan va ortiqcha o'chirishlarga muhtoj emas. Shuning uchun ham konsilerni ko'p qo'ymayman. Senslo geli ishlatib ko'rmadingizmi, opa? Shu firma menga aloqaga chiqdi. Bizning kosmetikalarimiz bilan ishlab ko'ring deb. Lekin hali ularni kosmetikalari bilan ishlab ko'rganim yo'q. Ishlab ko'rsam aytaman xudo xolasa, chunki menga administrator aloqaga chiqib, biz siz bilan hamkorlikda ishlamoqchimiz deb aytdilar. Lekin men vaqt topa olmadim ular bilan gaplashib kosmetikalarini ishlatib ko'rishga. Xudo xolasa agar ishlatib ko'rsam aytaman. Nimalari yaxshi-yu, nimalari bo'lmaydi. Masalan, men ishlatadigan Flormarni menga tonalkasi yoqmaydi. Flormar tonalkasini yoqtirmayman. Lekin Flormar pomadalari menga yoqadi. Va hech qanaqa kosmetik brendlar bilan menda shartnoma yo'q. Faqatgina o'zimga yoqqan kosmetikalardan foydalanaman. Rostdan ham meni sinovimdan o'tgan bo'lsa, shulardan foydalanaman. Reklama uchun bo'lmas kosmetikalarni tavsiya etmayman. Mana. Cho'tkis berib oldik. Ko'rsa. Yog'li yuzlarga matava finish beradigan yog'li yuzlarni ham har xil bo'ladi. Masalan, ko'rmasdan sizga hozir ayta olmayman. Aytsam siz olsangiz, u sizga tushmasligi mumkin. Shuning uchun ham bu borada men sizga ayta olmayman. Matava finish beradigan tonalkalar juda ham ko'p. Qaysi biri sizga tushishini men bilmayman, chunki ko'rmaganman sizni teringiz holatini. Kosmetikalaringizni Yigitalini do'konidan olasizmi? Kosmetikalarimni har xil do'konlardan olaman. Основной menga olib kelib berishadi. Tak, ana endi men chang yordamida ko'zimni, qovog'imni quritib olaman. Quritayotganimda bu shunaqangi nejniy qilib quritib beradiki, ikkinchi ustidan surayotgan tengingiz ham silliq yoyiladi. Ko'rdingizmi? Bu chang deyiladi. Chang mikroclean deb yoziladi. Qanaqalarini ishlatishimizni bo'lsa, ba'zi resurslarimizga bittalab tushuntiraman. Juda ham yosh, bitiruvchi qizlar keladi-yu, mana shu changni o'zida quritib berganingizni o'zida
ochilib chiroyli bo'lib ketishadi. Yosh qizlarimizga bir dunyo narsa surishish shart emas ko'zlariga. Yuzlariga ham umuman boshqacha texnikada ton yaratamiz. Chunki yosh qizlarimizda agar ortiqcha muammosi bo'lmasa, qalin qilib bir nimalar surmang. Yupqa qilib sursangiz, shuni o'zida ham ochilib ketishadi. Mimik ajinlari ko'p, nima tavsiya etasiz? Mimik ajinlari ko'p bo'lsa, kosmetologga ko'rinasiz. Kosmetolog uni ketkazmasa, vizajist uni ketkaza olmaydi-ku. Men davola olmayman. Shu sababli ham muammolarni kosmetolog, dermatologlar bilan maslahatlashganingiz yaxshi. Flor mari pudrasi yaxshi ekan, xolos. Flor mari pomadasi ham yaxshi. Ice pudrasi qanday ishlatib ko'rgansiz? Yo'q, ishlatib ko'rmaganman. Originali zo'r. Nimani originalini aytadi? Mana. Qanaqa neshni bo'ldilar, ko'rdingizmi? Yosh teriga shuni o'zini surib qo'yib, kiprichalarni ildizini bo'yab, bundoq kipriklarni yopishtirib bersangiz, shu yetadi. Bu qizimizga ham hatto shu obraz yetadi. Lekin men davom etaman. Tak. Shu men yangi ten olganman. Shu tenni hozir sinovdan o'tkazaman. Mana bunaqa Revolution teni bor. Revolution teni eng budjetli sifatli ten hisoblanadi. Va hozir biz buni bazaviy rangini eng ochlaridan boshlab surishni boshlaymiz. Va siz bilan testdan o'tkazamiz. Tak, Mam Color Pop, Shiglam, shu bilan birga Makeup Atelier, Huda Beauty, Tom Ford shularni tenlarini ishlataman o'zi aslida. Buni bo'lsa menga bitta magazindagi qizimiz berdilar, ishlatib ko'ring. Shogirdlaringizga tavsiya qilasiz, yoqsa deb, o'shani men hozir sinovdan o'tkazyapman. Tak, qotib qolmadikmi? Qizlarjonlar, qotib qolmadikmi? Oldin yaxshi edi, hozir yaxshi emas, yiriklashib ketgan. Pararans SPF ga qanday maslahat berasiz? Ishlatib ko'rmaganman. Embryolix yoqadimi sizga? SPF mi u yoki bazami? Embryolix вообще yoqmaydi menga. Вообще yoqmaydi Embryolix. Embryolix silikonoviy osnovada yuzingizga sursangiz, как будто yuzingizda bir dunyo yog' turgandek bo'ladi. Yuzingiz nafas olmayotganini sразу his qilasiz. Shuning uchun Embryolix men yoqtirmayman. Tashqi burchagini sekin to'qlashtiryapman. Ko'ryapsiz? Shunaqangi nejni ishlayapmanki, nima uchun? Qizimizni ko'zlaringiz ko'rsachi? Вообще osilgan qovolari yo'q. Shuning uchun. Shu tenimmi? Mana shu tenim. Bu arzon ten ekan, lekin sifati yaxshi Revolutionda mana. Qotmadikmi? Qotdikmi deb qo'rqib ketdim men. Tashqi burchaklarini seri rang bilan to'qlashtiryapman. Kistimni tozalab yoyibman. Va
Makeup Atelier'ni jigar rangidan qo'shib ko'raymikan yo o'zinikini qo'sha qolay. O'zida ham bor shu ottенок, to'g'rimi? Mana bu rangi. Men Makeup Atelier'ning tellariga o'rganib qolganman. Juda ham pigmentatsiyasi yaxshi, lekin men bu Revolution ham yomon emas ekan. Hidichi ana yoshligimizda Ruby Rosmi shunaqa degan ten bo'lardi-yu, onalarimizdan. O'shani hidiga o'xshar ekan. Osilgan qovoqga ham shunaqa makiyaj bo'ladimi? Bo'ladi. Men ham shunday ishlataman, yaxshi-da. Meni ham shunaqa chiroyli qilib bering, keling. Nargiza opayam siz ham o'zbek qizlarini yuziga, ko'ziga moslab makiyaj qilasizlar. Instagramdagi rosa hit bo'layotgan bitta stilistni makiyajini hayotda ko'rdim. Endi qo'yaverasiz, opa. Voy, mana болезненный точкамga o'rdingiz. To'ppa-to'g'ri. Instagramdagi makiyajlarga ishonmang. Men shu uchun ham primoy efirda sizga filtrsiz ko'rsatishga harakat qilyapman. Nima uchun? Siz ko'rayotgan reelslardagi juda ham chiroyli ko'rayotgan makiyajlarga hayotda qara olmaysiz. Shu darajadagi Photoshop filtrlarni ishlatib tashashganki, siz anglolmay qolasiz. Shu darajada ham o'zgarish mumkinmi debsiz? Chunki bizning xalqimiz, o'zbek xalqimiz juda ham ishonuvchan. Ishonib, filtrlarga ishonib, o'shalarga qarab ketib qolishadi. Живой ko'rsangiz qo'rqib ketasiz. Chunki men o'zim nechtasini guvohi bo'lganman. Shuning uchun ham imkon qadar makiyajni ketma-ketligini qo'yishimning ham sababi shu va primoy efir qilayotganim sababi shu. Filtrdan foydalanmayotganimni sizga ko'rsatmoqchi bo'laman har safar qizlar. Iltimos sizlardan unaqa filtrlarga ishonib qolmanglar. Hozir juda ham ustmuz filtr qo'yib kukulni qilib tashlashyapti. Odamni terisi qanaqa kukulni bo'ladi? Tasavvur qiling, farforoviy yaltillab turibdi. Robotlarning yuzidagi bo'lib, kuklalarning yuziga, qo'g'irchoqlarning yuzi unaqa yuz bo'lmaydi. Baribir po'rasi bo'ladi, baribir bir nimasi bo'ladi, qizlar. Birdaniga ajinlari yo'q bo'lib qolayotganlarga ishonmanglar, ular hammasi filtr. Ajinlarni ketqizishi iloji yo'q makiyaj bilan. Juda ham sodda deb bizning xalqimizda shunaqa narsalarga ishonib qolishyapti. Men hayron qoldim. Keyin kelishganda men oldimga gapirishadi. Men palonchiga ishonib boruvdim. Vashi ujus qilib qo'ydi. Makiyajlari Instagramda boshqacha-yu deb gapirib qolishadi. Shuncha aytaman. O'zingiz shuni kuzatib borgansiz, to'g'rimi? Men bilmadim deb filtr ishlatishini deb qo'yishadi. Yo qari ayollarni yosh qilib qo'yayotganlar ko'raman-da, hushimdan ketib qolay deyman yolg'onligiga. Men bilib turibman-ku yolg'onligini. Siz qayerdan bilasiz? Siz bu narsada ichida yurmayotgan bo'lsangiz, sizda ham ayb yo'q endi. Nima qilamiz endi? Shunaqa-da hayot. Yolg'onlardan iborat deydi-ku. Buni ham qanaqa vijdon qabul qiladi uni? Keyin, no ladno. Ro'zada g'iybat qilmaylik. Mana. Yoydik. Hech qanaqa filtrlarsiz mana senimizni yoyib oldik. Biroz to'qroq makiyaj qilayotganim sababi bularda fotosessiyalari bor. Fotosessiyada makiyaji 75% ocharib ketadi, shu sababli ham. Voy, endi qo'yaverasiz, o'quvchisini ko'pligini ayting, ularni hafsalam sovib ketdi, opa ko'rib shunaqa-da. Toni Moly Nippankasi ishlatsam bo'ladimi? Yashil rangli yuzim quruq va ishlatib ko'rmaganman salim. Tonalka umuman tushmagan, opa qoshini tagi vashi oqarib yotibdi. Ko'rsiz va essizgina deb pulingizga achindingizmi? Bunaqalar juda ko'p bo'lgan. Juda ko'plarda o'qib kelishadi va hafsala sifir bo'lib oldimga kelganlar juda ko'p. Menga o'sha bu yengili ham bo'lmay qolgan, ishonasizmi? Tenni nomeri necha? Tenni nomerini qayerdan topaman endi, ayting. Mana oldidagi emasmi? Qani? Yo'q. Bu yerda mana tenni nomerini topasiz. Tenni nomerini men endi buni birinchi marta ishlatishim. Men bo'lsa kerak 03 mi? Qat'iy yozilar ekan bu. Men Revolutionni birinchi marta ishlatib ko'ryapman va bu yerda
Senni nomerini ko'rmayapman qizlarjonlar. Zinara opa, tennizni skrin qilib olay. Rahmat. Abdulloh degan naqadan yozayotgan qizimiz. Kimga borganingizni o'sha men tasavvur qildim. Primerna bildim kimga borganingizni. Zinara opa, tennizni skrin qilib olay, uni o'qidim. Bir kun bordim, keyin Nargiza opani oldiga o'tib ketdim. Nargiza opamdan qo'ymasin-da. Nargiza opam meni ham ustozimlar. Nargiza opam meni ustozimlar. Ana endi men bu zonaga ozgina shimmer qo'ymoqchiman. Bu juda ham oson makiyaj. Qo'ydim. Ko'rdingizmi? Revolution'da 5 xil ottennok bor. Yo'q, bilmayman, xabarim yo'q ekan. Revolution'da 5 xil ottennok bor. Rosa ochiq ko'nglingiz, shuni bilasizmi? Ha, rahmat. Sal balandroq gapiring debdilar, xo'p bo'ladi. Ana endi glitter qo'yaman. Glitterni Tati Beauty'dan qo'yaman. Tati Beauty biroz qimmatroq, lekin hozir menimcha uje chiqarilmayapti. Bu firmamiz afsuski yopildi. Nima uchun yopilganini bilmayman. Bu shimmerlar, bu glitterlar o'zida kleysi. Kley qo'yayotganim yo'q, shuning uchun mana bunaqa bo'ladi, jidki bo'ladi-da. Shularni aralashtirib, mixing qilgan holatda qo'yibman. Nima uchun qo'yibman? Fotosessiyada bu glitterlar juda ham chiroyli yonib ko'rinadi kamerada. O'shaning uchun agar fotosessiyalar bo'lsa, обязательно yaltiroq narsalardan, glitterlardan foydalaning. Matoviy unchalik chiroyli effekt bermaydi baribir. Bilmayman, yaltiroq yaxshi ko'raman. Mana. Makiyajimiz qalay chiqyapti qizlar? Yoqyaptimi? Ha, Bildiz opa, sizni ham ishlaringiz yoqadi, texnikangiz chiroyli, bizni viloyatdagi qizlarga tushadi debdilar. Rahmat katta. Ana endi ko'zlarni tegini qoqsam, yuz quruqligi uchun top-toza bo'ladi, hech qanaqa kir bo'lmaydi. Agar mabodo esingizda bo'lsin, yuzni quritmagan bo'lsangiz, yaxshilab quritmagan bo'lsangiz, surgan tellaringiz to'kiladi va ko'zingizdagi kir bo'lib ketadi. Shuning uchun ham yuzni 3 etap pudra bilan quritish shart. Ayniqsa mana bu zonani quritmasangiz, surgan tellaringiz to'kilsa, kir bo'lib dabdalasi chiqib ketadi. Ana shunaqa gap. Har doimgidek zo'r debdilar. Rahmat. Assalomu alaykum. Ajoyib debdilar. Rahmat. Tabiiyda, yuzimiz tabiiy. Ozgina egiz ko'tarib, qarang, mana bu zonada umuman tonalka borligi bilinmaydi, ko'ryapsizmi? Demak, bu degani maska effekt bermaymiz va kuyov bechara bundoq qilib yaqinlashganida, "Voy, yuzingga nima balolar surib olding?" demaydi. Chunki yuzida ton borligini bilmaydi. Как будто o'zlarini yuzlari shunaqa farforoviy, chiroyli deb ko'rinadi. O'shaning uchun tonalkalarni naturalniy qilib surishimiz kerak bo'ladi, qizlar. Mana shu haqda ham men o'zimni bazaviy kurslarimda batafsil hammasini tushuntirib o'taman. Ana endi men highlighter suraman. Siz tomosha qilasiz highlighterim qanaqa yotishini, xo'p? Bu highlighterni oppoq qizlarimiz uchun boshqacha rangini,
qoravoy qizlarimiz uchun boshqacha rangini ishlatasiz. O'shanda yuzlarini matoviydan chiqarib glansiviga qarab tortgan bo'lasiz. Ya'ni bir xil qizlar yuzlari yaltillab turganni yaxshi ko'radi, svежий bo'lib turgandek. Kimlardir matoviy bo'lib tursin deydi. Mana. Bu highlighterni $50 bor. Lekin menda xuddi shu $50 o'rnini bosadigan bu $10 turadi. Ana shu highlighter 1 kopiyasi. Lekin bu ham brend $50 emas, lekin sizlar, men shuning uchun sizga aytaman, brendni nomi uchun pul to'lamang. Brend kачествоsi uchun to'lang, lekin bu juda ham qimmatbaho bo'lishi shart emas. Nimani o'rnini nima bosishini ham men personalniy kursda hammasini bittalab tushuntirib o'taman. Mana, ko'rinyaptimi sizga yaltiraganlari? Har kunlik makiyajga ham pudra qo'yiladimi? Iloji bo'lsa qo'yganingiz yaxshi. Nargiz opamlarda o'qiganmisiz? Nargiz opamlarda 1 oy o'qiganimdan keyin 2 yil birga ishlaganmiz. Yonma-yon. Sizni sevaman debdi. Rahmat Ra'no. Zo'r, tabiiy, zo'r. Har kunlik makiyajga o'qidim. Men ham kelinlariga aytaman, sal ko'proq qilili, tabiiy qilmang, fotosessiyada uncha bilinmay qoladi deyman-da. Lekin shunaqa qizlarimiz borki, ayniqsa hozir bizada bilsangiz, to'ylarimizda islomiy to'ylar bo'lyapti-ku, ayollar bilan. Ana shularda kuyovlar kategorически ularni makiyaj qilishiga qarshi bo'lishar ekanda. Dinar opa, iloji boricha makiyajim bilinmasin, lekin yuzim tekis bo'lsin deyishadi menga. Shu sababli ham men aytolmayman, 95% qizlar menda juda ham nежный makiyaj xohlashadi. Juda ham umuman kuyov bola bilmasin yuzimda makiyaj borligini deydilar, deyishadi. Sizga sovuq emasmi? Menga? Yo'q. Yaxshi. Ana endi men make-up atelyeni mana bunaqa ko'z uchun eyelinerdan foydalanaman. Bu qotib qoladi. Bunga oddiy suv sepasiz va eriydi. Zo'r gap yo'q. Oy. Tak, hozirda trendda bo'lgan rastashovanный strelka bor-ku. O'shani ham professionalniy kurslarda birma-bir o'rgataman. Uni oson yo'lini o'rgataman. Va qanaqa qilsangiz tezroq qilasiz shu rastashovanный strelkani. Shuni ham professionalniy kursda o'rgataman. Mart oyiga, ro'za oyiga bu kursimizda rosa zo'r skidkada $130 qizlar, bunaqasi bo'lmagan hali. O'zim ham hazm qila olmayapman. Kipriklarni ildizini bo'yaymiz. Ochamiz. Ochirib, yumilib, ochib, yumib. Strelkamizni chizib olamiz. Ochamiz. Ochganimizda tashqi burchagini chizib olamiz. Endi qizlar, ko'zlarga e'tibor bering. Ko'zlarga e'tibor berganingizda siz nimani ko'ryapsiz? Qani, to'g'ri javob beradiganlar bormi? Nimaga e'tibor beryapman? Strelka chizayotganda yumamiz. Ochamiz.
ochamiz. Ko'z pastga osilgan, tepaga qarab stilka qilamiz. Shundaymi? To'pa-to'g'ri. Ko'zni tashqi burchagi ichki burchaga nisbatan pastroqda joylashgan, shuning uchun strelkani teparoqdan chizamiz. Ya'ni kipriklarni tugatmasdan tepaga qarab olib ketyapman. Ochamiz. O'shanda ko'zimizga lifting beriladi. Tushundingizmi? Podvodkani qanchalik ko'rinib turishiga, yana qovoqni borligi, voyjonlarim, ko'z kichkina shungami? Yo'q. Tashqi burchagi ichki burchaga nisbatan pastroq joylashgani uchun men strelkalarni biroz teparoqqa tortib chizyapman. Ochamiz. Ochamiz. Kistimni almashtirdim va mana bu chegaralarini yoyib domik sifat qilib strelkani chizib oldim. Ko'zlarini yuming. Ko'zlarini yumganlarida bu strelka domik bo'ladi, mana bundoq bo'ladi. Ochganlarida bu uchli bo'ladi. Uchini yana ham to'g'rilab chizamiz. Rumyanani shigilimdan surdim. Shigilim rumyanasini surdim. Har kun albatta efir qiladilar. Ko'p o'rganib olsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Assalomu alaykum Kamilaxon, sizga ham xayrli kun. Mana efirdan juda ham ko'p narsa o'rganib olayotganlar bormi? Menga juda ko'p yozishadi. Siz primoy efir qilsangiz, men massa qilib ko'p narsalarni o'rganib olganman. Endi tasavvur qiling, siz oldimga kelib qancha narsa o'rganasiz. Prям miyangiz qaynab ketadi. Informatsiya ko'pligidan. Chunki men jim o'tira olmayman-da. Faqat makiyaj qilaman, siz tomosha qilib o'tirasiz demayman. Har bitta etapni bitta tushuntirib boraman. Endi qarang, sochlarini mana bu qismidan ko'taramiz-da. Ko'zlarini ko'rdingizmi, qanaqa ko'taramiz? Yumamiz. Mana, sal bu yoqqa buriling, bu yoqqa. Yana barotda. Mana. Ko'rdingizmi? Qanaqa strelka chizayotganimizni sizga ko'rsatib olaman. Ochamiz. Hadeb bir xil strelka chizavermang deyshadi-ku menga. O'rta yoshli ayollarga ham makiyaj qilib primoy ko'rsating, harakat qilaman. O'rta yoshli ayollarning vaqti bo'lsa, kelishsa, mana mazza qilib o'rganaman, opa qiz bo'laman. Ha, bilaman. O'g'il bola makiyaj qilmaydi-ku kirib. Bor opa debdilar. Bir xillar o'g'lini, xo'jayinini profilidan kirib tomosha qilishadi, buni bilaman. Akasini deydi-ku. Mana chizib oldik. Endi bu yoq ko'zlariga chizamiz. Shunaqa yoqyapti, massa qilib ko'ryapman debdilar Shahloqim. Rahmat Shahloq. Rahmat. Sizlarga foydali bo'lsa xursandman. Ortiqchasini qo'limda qoldir. Hamma narsani ortiqchasi qo'lingizda qolishi shart.
Даже qoshi gelini ham qo'limda qoldirganman. Ko'ryapsizmi? Mana qotayotibdi. Mana bundoq qilib idishdan olib yuzga olib kelib bir pasda chizib tashamang, xommi? Yuzga ortiqcha narsa kerak emas. Bizda yuzimiz shunaqangi kam va naturalniy, chiroyli chiqish kerak. Juda ham zo'r ayolsiz, opajonim. 5 ketdim sizga. Qizg'onmay sirlar bilan aytasiz, rahmat. Siz soch turmak soch turmagi ham qilaman, ro'mol ham o'rayman. Soch turmagini ham oxiriga hozir urfda bo'lgan klassikalarini qilaman, valnalar qilaman, xvostlar qilaman va mana bunaqa jingalak bilan puchoklar yig'aman. Ya'ni bardak sochlar moda bo'lgan-ku, shularni qilaman. Ana endi bu yoq ko'zlarimizda kipriklarni ildizidan boshlab bo'yab kelaman. Makiyajimiz xuddi tugallanmagandek bo'lib qoladi. Shuning uchun ham kipriklarimizni ildizini bo'yab, bitta ko'zlarini ochirib, menga tekshirib ko'ramiz. Qizimiz haqiqatan juda ham chiroyli qiz. Chizgan saringiz chizgingiz kelaveradi deydi-ku. Tashqi burchagini chiqarayotganingizda menga qaraysiz. Sal pastroq, sal teparoq. Yumamiz. Mana bu burchagini ko'rib olasiz, ko'zlarini ochganlarida zazor yo'qmi, ya'ni skladka yo'qmi? Skladka bo'lmasa, ko'zi tashqi burchagida davom etaverasiz, ochamiz. Yumamiz. Strelka chizayotganingizda kam-kamdan chizing. Birdaniga uzun qilib strelka chizib olib, voy, endi buni qanaqa o'chiraman deb o'tirmang. Shunaqangi kam-kamdan chizing, ayniqsa siz strelka chizishga qiynalsangiz. Bir ham chizayotganingiz mana bunaqa kichkina bunda chizuvchalar bo'lsin. Boshida. Zo'r qilib o'rganib olganingizdan keyin chizib olaverasiz u yog'ini. Ochamiz. Yumamiz. Hech qachon shoshib qilmang. Shunaqangi kачественный makiyaj qiling, ketgan odam yana sizga qaytib kelgisi kelsin. Hamma narsani sifatlilaridan ishlatish kerak. O'shanda klientingiz yuziga zarar yetkazib ham qo'ymaysiz-da. Arzon, juda ham arzon narsalar bilan ishlasangiz, yuziga zarar yetkazib qo'yishingiz mumkin. Sizga kamroq haq to'lasa ham, siz qimmatroq sifati yaxshi kosmetikalardan foydalanavering. To'g'ri, birinchi martasiga foydaga kirmasligingiz mumkin, lekin sizni yaxshi ko'rib yana qaytib keladi-ku. Sizga постоянный klient bo'lib qoladi. Shuning uchun ham sifatli narsalardan foydalaning va har doim kislaringiz toza bo'lsin. Birovdan birovga narsa yuqtirib qo'ymang. Uni javobi yomon bo'ladi keyin. Tak, sochlarni qilganingizni ham jon deb ko'rsatardim. Prosta soch qilib bilasizmi? Aylanib qilasiz. Kamerani kimdir ushlab turishi kerak-da. Ammo shogirdlarga men soch qilaman, kamerani ushlab tur deya olmayman. Chunki u ham o'rganishga kelgan, hozir atrobotga topshiryapti. O'shaning uchun ham men sochlarni ko'p ham ola olmay qolaman. Da modelim ko'zlari chiroyli, makiyajingiz nechta pul. Makiyaj qilishimizda 400 ming so'm makiyaji o'zi. Ro'mol bilan 450 ming, soch bilan 500 ming. Faqat oldinroq yozilishingiz kerak bo'ladi. Kelin obrazlarimiz bo'lsa, $85 dan $120 Kelin obrazida hijobli qizlarimizning ro'mollari mandan bo'ladi va shu bilan birga agar aksessuarlar o'zlariga to'g'ri kelmasa bo'ladi-ku, xira bir nima aksessuar olib kelib qo'yishadi. Men o'zimdan aksessuarlar qo'yaman va albatta sochlarini ro'moli tagidan ukladka qilib beraman. Kuyov bilan oldilariga kirganlarida
sochlarini yetsalar, sochlari jingeli bo'lib, chiroyli bo'lib turadi. Birinchi впечатление muhim deydi-ku. Mana chizib oldik. Ha, 4 ta bo'lsangiz albatta kelishiladi. 4 ta bo'lsangiz kelishiladi. Chunki ikkitadan ko'p bo'lsa, уже skidka narxi e'lon qilinadi. Bizda shunaqa administratorlar shunaqa qilib olganmiz. U uchun Sevaraxon siz direktdan yozing. Yozdirib qo'yganingiz yaxshi, chunki soatini o'zingiz tanlaysiz. Va yana shuni aytmoqchiman, agar uyga kelish bo'lsa, uyga ham vizitga boraman. Va narxi ko'tarilmaydi uyga borganimda. Agar bizga uyga kelishga qulay deysa, chunki ko'pchilik hijobli ayollarimizni erlari ko'chaga chiqishga ruxsat bermaydi. To'y kuni nima qilasan, qayerda yurasan, borib kelib o'tirasan, vaqting ketadi deyiladi. Shuning uchun ham vizitlarga juda ham ko'p boraman, bilasiz. Ko'p borganlarim bo'lishganman siz bilan va ko'pini bo'lisha olmaganman. Chunki shunaqangi boylarning uyiga boramanki, ularning uyida videoga olish, rasmga olish mumkin bo'lmaydi. Bir yo'qolib qolaman-ku, Instagramda ko'rinmay qolaman. O'sha payt vizitda yurgan bo'laman. Bilib oling. Dinar ham uyda maza qilib yotibdi deb o'ylaysiz-ku. Mana ko'zlarini, strelkalarini chizib oldik. Shunaqa, Sevaraxon, siz bemalol o'zi sizga qildiruvdim qizim bilan rosa zo'r chiqdi debdilar. Voy, siz eskidan mani klientim bo'lsangiz, вообще sizga skidka ekanda unda. O'sha payt necha pulga qilib beruvdim sizga? Necha yil oldin? Va nechinchida вообще-то? Bo'sh vaqtim bormikan? Nechinchi chisloda? Tak, ana endi kipriklar qo'yaman. Kipriklar qo'yayotganimda har doim esingizda bo'lsin. Kiprik qo'yayotganingizda kipriklar va qoshlarning o'rtasidagi masofaga qarab kiprik qo'yasiz. Hozir Instagramda juda ham moda bo'lgan mamnaqa ko'zini ochganida kiprigi qoshiga tegayotgan kipriklarni qo'ydirmang, iltimos sizdan. Chunki o'zingizdan tashqari atrofingizdagilarni siz haqingizdagi fikri bo'ladi. Voy, nima balo qilib kipriklar qo'yib olgan demasin. Erkak kishilar hozirda umuman bo'rtirilgan makiyajni yoqtirishmaydi. Qizlar, to'g'ri sizga yoqishi mumkin, lekin yoningizdagi eringizga, ukangizga, akangizga xunuk ko'rinmasligi uchun har bitta insonni chertasiga qarab makiyaj qilish kerak. O'zini go'zalligini подчеркнуть qilib bersak bo'ldi. Kipriklarni juda uzun qo'ydirib bormang. Tashqi burchiga qo'ydirishingiz mumkin, lekin o'rta qismi kelganda ular o'zingizni kiprigingizda naturalniy turishi kerak bo'ladi. Xo'pmi? Aprel 17-sida voy 250 ming necha yil oldin qildiringiz 250 mingga. Siz direktdan yozing, xudo xolasa direktdan siz bilan yaxshilab gaplashib olamiz. Tak, aprel bo'lsa, hozir mart, aprel 17 bo'lsa yozdirib qo'yishingiz kerak ekan. Обязательно yozdirib qo'ying, chunki mart, aprel, mayga ham yozilishyapti-da. 1,5 yil oldin, ancha yil oldin ekanda. Bo'ldi, direktdan yozing. Eslayman, agar siz menga qildirgan bo'lsangiz, men sizni eslayman. Ko'rsam eslayman. Kiprikni donali qo'yaman har doim. Donali. Men вечерний obrazga ham donali qo'yaman. Kelin obrazga ham donali qo'yaman. Hech ham lenta qo'ymang, iloji boricha naturalniy ko'rinmaydi. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin. Dinar opa, men shunaqa shogirdlarim bor, chekka viloyatlardan kelishadi-da. Dinar opa, bizda makiyajlar juda ham arzon. Bizga bunaqa kipriklaringiz ko'tarmaydi. Bizga qimmatli qiladi deydi. Uni ham yo'li bor. Uni yo'lini ularga o'rgataman, so'raganlarga o'rgataman. Qanaqa qilib, naturalniy qilib kiprik yopishtirish mumkinligini ham ko'rsatib beraman professionalniy kurslarimizda. Ochamiz. Yumamiz. Shaxmatli qo'yaman, tashqi burchagini sal qalinroq ko'rsatmoqchiman. Tak, qayerdan
qayerdan sizlar? Tak, Toshkent Sag'bon chorrahasi bor, Nurafshon yo'lida, Riveradan o'tganda. Anaqa bor-ku, Chig'atoy perikroskasiga yetmasdan. Ana endi 12 dan keyin 11 yoki 10 qo'ysangiz bo'ladi. Men 10 qo'yaman. Aprelda meni ham to'ylarim ko'p, tushaman, oldingizga xudo xohlasa. Domimizdan shunda tegdi ekansiz, salonilar. Yo'q, qo'shni ekanmiz deysiz bilan, uncha yaxshi. Keling, tanishib olamiz. Aprelda to'ylaringiz bo'lsa yozdirib qo'ying, iltimos, chunki dabdurustdan kelib qolsangiz, men ola olmay qolishim mumkin. Ola olmay qolsam, ko'pchilik xafa bo'lib qoladi, chunki bu yerda yozilgan odamlarni siz turib turing, men bularni qilaman deya olmayman. Yoki vizitlarga ketib qolishim mumkin. Shuning uchun обязательно yozdirib qo'ying. Tak. 10 qo'yibman, ochamiz. 10 qo'yibman va 10 qo'yganimda yumamiz. Qo'yganimda naturalniy effekt beradi. Men основной kipriklarimning razmeri menda 12, 11, 10. 14, 13 larni o'ylanib qo'yaman. Прическа, makiyaj qanchaga qilasiz? Прическа bilan makiyaj 500 ming so'm. Agar sochimni faqatgina yoydirib, jingalak qildirmoqchiman desangiz, 400 ming va 450 minglar atrofida bo'ladi. Sochingizni uzunligiga qarab. Oyimni keyin ma'na qilish kerak. Yozdirib qo'ying. Assalomu alaykum. Bu kiprik qancha vaqt turadi? Bu kipriklarda 1 hafta turadi. Assalomu alaykum Dinara opa, Aydin. Qalaysiz jonim, yaxshimisiz? Oyim keyin meni debdilar. O'sha anaqaga agar ikkita bo'lsanglar, direktdan yozing narxlarini va qanaqa soch turmagiga xohlaysiz. Основной soch turmagiga qarab narx o'zgaradi-da. Сложный прическа xohlasangiz, narxi o'zgaradi. Agar yo'q, bunaqa oddiyroq xohlayman desangiz, конечно, arzonroq qilib beramiz. Chunki vaqt ko'p ketadi-da, shunga qarab. Прическаga vaqt ko'p ketadi. Ko'zga qanaqa yaltiroq qo'ydingiz? Yaltiroq Tati Beauty dan o'zini jidkiy tenini qo'ydim. Va u o'zi yopishib oldi. Ochamiz. Yumamiz. Tak, ana endi tashqi burchagiga bitta uzunini qo'yib yuboraman. Ko'zlarini tashqi burchagiga lifting berish uchun Dilsora qilyaptilar. O'chiraman. Dilsora qo'y, kechiring meni. O'chirib qo'ydim. Buni sal qiyshurroq qilib qo'yaman. Ko'zlarini tashqi burchagiga lifting beradi. Ochamiz. Mana qismiga. Mana. Qalay bo'ldi qizlar? Ko'rdingizmi? Tashqi burchagini ko'tarib oldik biz. Mana filtr yo'q, yana filtr qildilar deb o'ylamanglar. Ketdik, davom etamiz. Qotib qolmadimmi? Assalomu alaykum. Shogirdlikka necha pulga olasiz? Qarang, shogirdlik kurslarimiz hozir skidkada. 5 kunga $130. Malaka oshirish kursimiz. Roza oyi bo'lgani uchun foydalanib qoling. Bu kiprikni kleyi, Darkins deyiladi. Tak. Rahmat opa, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Tak. Assalomu alaykum. Shogirdlikni o'qidim. Rahmat opa. Kleopatra yaltiroq teni yaxshimi? Yomon emas. Kleopatra menga tenlari yoqadi. Zo'r, juda ham chiroyli. Rahmat.
Ana endi davom etaman. Kipriklarni endi u yoq tarafga qo'yaman. Kiprigim 12 qo'yibman. 12 bu koreyskiy kiprik. Tolalari naturalniy. Ozgina qimmatroq yuradi-yu, lekin menga olib kelib beradi. Buni ham firma. Lekin ko'zga og'irlik bermaydi. Shuning uchun ham yaxshi ko'raman. Kiprikni. Chiqish ozgina qiynayapti meni. Kiprik qo'yayotganingizda klesini juda ham ko'paytirib yormang. Chunki ko'zni tegi gryazniy bo'lib qoladi, kleni ko'paytirib yorsangiz. Kipriklarning ildizi tomtoq bo'lib, kle yig'ilib qoladi. Va u o'zlariga bilinmasalar ham ularga qarab turgan odamga ko'rinib qoladi. O'shaning uchun hamma narsani yuziga juda kam suring. Uni oldiga kelib unga qaraydigan odamlarni ham e'tiborga oling, o'ziga ko'rinmagani bilan. Senlarni ham imkon qadar tushovka qilib tashlang yuzdan. Bir dunyo teng ko'zini tepasida turmasin. Shtaklyovka suryapti deyishmoqda. Axir, men roza tutolmadim. Bir hafta roza tutolmayman. Sabablarga ko'ra. Sizlarchi? Sizchi? Telefoningizdan ko'ring. Qo'ring. Sizchi? Roza emas. Roza emasmisiz? Bo'ldi, telefon qo'ying. Nechida ko'da? 6lar. 1dan 6gacha. Ana endi kipriklarni sekin kaltalashtiramiz, qizlar. Primoymi? Primoy efir. Mana Darkins. Уже Komilani hamma taniydi meni primoy efirni. Voy, men ko'ryapman. Kirib kelishingiz o'zi rishalalarga o'xshab kirib keldingiz. Shaqet. Primoy efir bo'lyapti. Shogirdlik kurslarimiz hozir chegirmada 5 kunga $130. Bugun nima ovqatlaringiz bor? Suv, lag'mon, mantar, osha. Rahmat. Suv, lag'mon, mantar, osh. Suv lag'mon ayta qoling yarimta. Qalay chiqibdi? Shezor. Shakarlik. Ayniqsa tanavkalaringiz. Tanavkalarimiz вообще bilinmaydi. Вообще. Qancha dedi? Deydi, boydan beri shu qiz so'rab yotibdilar. Qancha dedi? Shogirdlikka deb 5 kunga $130. Ishonmayapsizmi quloqlaringizga? Yo'q, to'xtang, nech pul dedingiz? Yo'q, to'xtang, nech pul dedingiz deb. Sizga suv lag'monmi? Menga suv lag'mon. Yarimta. Bu kley duodan yaxshimi, nech pul turadi? Duodan ancha muncha yaxshi, ishoning. Duo suyuq bo'lgani uchun yopishtirishga shogirdlarim qiynalishdi-da. Bu bo'lsa qo'yiqroq bo'lgani uchun chippa yopishib oladi kiprigiga o'zi. Qiynalmaysiz-da, siz yopishtirib tashlaysiz. Men hozir sekin yopishtirayotganim sababi juda ham bemalolman-da. Va siz savollaringizga javob berib, chalg'ib, u yoqqa bu yoqqa qarayotganim uchun sekin yopishtiraman, lekin kleyni yordamida bu kleyda rosa tez yopishtirasiz. Ko'z yumtiring. Mana shu joyiga ko'z yumtirmasa sezgirdi, bu qismi ko'zingiz yoshlanib ketishi mumkin. Ochamiz. Yumamiz. Ochamiz. Manga. Yumamiz. Hali mana bu qismi qotmaganda. Shuning uchun qimirlab ketishi mumkin. Ochamiz. Mana shu kiprik qiyshuvroq turibdi nimaga? Desam, o'zingizni kiprigingiz tushmoqchi bo'lib turgan ekan. O'sha kiprikni ushlab olibdi bu. Keyin yana bir nima aytmoqchiman qizlar.
kipriklarni laminatsiya qildirsanglar, bunaqa kiprini yopishtirish juda azob bo'ladi. Shuning uchun ham sizga kelin yozilishga kelsa, aytasiz, iltimos sizdan kiprigingizni laminatsiya qildirmang, narashka qildirmang deb ochamiz. Nima qoidabuzarlik qildingiz? Qachon? SMS kelgan ekan. Voy, men juda ko'p qoidabuzarliklar qilganman. Mana. 0103 ekan. Yo'q. Radarlarim rosa ko'p. Har doim Shahrisabz ko'chasi xatda, shu Shahrisabz ko'chasida tushiraman. 4 marta ham tushadimi bitta kameraga? Ayting. Shu kamerani bir yoqli qilib ketishim kerak yo'l-yo'lakay. Kecha shuni o'ylayman. U kley 50 ming turadi-yu, shunaqami? Yo, uni ham qimmat yaxshisi bormi? Darkinsmi? Darkins 45 ming so'm turadi. Koreyskiy. Yo'q, Orizardan nima turadi? Menga buni olib kelib berishadi, shuning uchun ham 27 ming turadi. Voy, xudo, 3 barobar qo'yishar ekan-da menga. O'sha kamerani hayronman desam. Rosa ham yaxshi kley. Sifati yaxshi. Ko'rdingizmi? Har doim ham arzon narsa bu yomon degani emas. Mana shu joylarda ko'ryapsizmi? Lekin tonalkalarni 100 mingdan qimmatini ishlatishingiz shart. Buni qattiqqa qo'ymoqchiman. Bu kiprini. Qani? Nomus. Burchagiga qo'ymoqchiman shekilli. Duodan anchadan o'qiy emasmi puchkavoy qo'yishga kley? Yo'q, nabarot oson bu kley. Juda zo'r. Mana bu yoqdan o'qing. Bu yoqda yo'q. Kleyni ko'rsatuvring, ko'ra olmay qoldik. Yana bir kun turadi. Ochamiz. Yo'q, bu bir hafta turadi. Bu bir hafta turadi mana. Darkins. Mana shu yerdan ko'rsatuvring. Mana bunaqa kley. Tashlaringiz tugamadimi hali? Makiyaj hali ham qilyapti. Rahmat javob berim uchun. Arzimaydi. Men kipriklarini to'kilgan qismlari bor ekan kipriklarning orasida. Menga mana yumamiz. Men bu qismini ozgina to'ldirib olman. Arzimaydi. Mana kipriklarni qo'yib oldik. Biroz qotgandan keyin, voy, men burchagini. Mana shu bitta kiprigingiz yumamiz. O'zi tushmoqchi bo'lyapti-da, shuning uchun kipriklarni otib yuboryapti. To'kilmoqchi bo'lyapti bitta kiprigingiz. Ana bo'ldi. Yumib turing. Yuming, ko'zlamas. Ana endi ko'zlarimizni tegini bo'yab olamiz. Bo'yayotganda men 775 qalamidan foydalanaman. Ugurili yuzlarga tonalka yaxshi yotishi uchun nimalar? Uni bosqichi juda ko'p. Hozir men sizga uni bosqichini aytsam, esingizda qolmaydi, ko'rishingiz kerak baribir. Ko'zni tashqi pasini bo'yayotganingizda ko'zni shakliga e'tibor berasiz. Men har doim shuni qayta aytaman. Agar ko'zlarni mana bu qismi kichkina bo'lsa, bemalol suringda tagiga tushovka qiling. Lekin ko'zlari shundoq ham dumaloq qizlarimiz bo'ladi-ku, tepaga. Ularga hech qachon mana bungacha tushovkani olib kelmang. Ko'zlari ola ko'z bo'lib qoladi. Nuravshon ko'chasi, Nuravshon перекресткасida Brilliant Beauty Studio bor. O'sha yerda. Sag'bon ketib bormaydi. Sag'bon chorrahasida. Sag'bon chorrahasida. Tepaga. Sag'bon chorrahasida joylashganmiz. Shunda chorrahani o'zidamiz. Ko'zlari tepaga. Kattaroq ko'rinishi uchun pasini ham tushovka qilyapman. Chunki ko'zlarini mana bu qismi kichkina.
saloningizni borishga orientir qanaqa? Qarang, Durdonaxon, siz Telegramdan yozasiz menga, men lokatsiya tashlab beraman. Shunda Nurafshon ko'chasi bor-ku, Riveradan o'tganingizdagi chorrahani bilasizmi? Rivera bor, Riverani bilasizku. Keyin bizdan o'tgandan keyin Chig'atoy bor. O'sha Rivera bilan Chig'atoyning o'rtasida Sag'bonni chorrahasi bor. Shunda chorrahani o'zida Novostroyga yangi dom tushgan. O'shani ikkinchi etajda joylashganmiz. Salonimizni katta qilib Brilliant studio deb yozib qo'yganmiz. Topish juda ham oson. Yo'q. Ko'zi tagiga hali ten qo'ymadim, endi qo'yaman. Birinchi qalam bilan chizib bo'yab oldim, chunki tenimizni qo'yganimizda tenimizni uzoq saqlanishi uchun birinchi qalam bilan bo'yab oldim. Tenni o'zini qiladigan bo'lsangiz, tez ketib qoladi va uzoq saqlanmaydi. Kipriklarni ildiziga to'qrog'ini qo'yibman. Sal pastrog'idan bo'lsa, mana bu ochrog'ini olib kelib, ortiqchasini qoqib tashlagan holatda qo'yibman. Nima uchun qoqibman? Bu Revolution teni sal suxoyroq bo'lgani uchun to'kilib ketadi-da. Shuning uchun ham ortiqchasini qoqib ishlatyapman. Kameraga bitta qarab qo'ying. Mana yoyibamiz. Sekin tenlarni pastga qaratib yoyaman. Mana chegaralari qolish kerak emas. Tushuntira oldimmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamang, qalam bilan qo'yib olib, uni ustidan rastushovka qilib, keyin ten qo'yapsiz, to'ppa-to'g'ri. Quyosh batareykasida o'tiribsizlarmi? Benzin quydinglarmi? Qaysi pechka? Cho'plab olamiz. Bizda cho'plab olamiz. Mana tushovka qilib oldim, teylarini ko'rdingiz-a? Ko'zimizni bunaqasiga ochib oldim. Agar ko'zlari shundoq ham dumaloq kameraga va sizga qaraganda mana qorachiqlarini ko'ryapsiz-ku, mana bunaqa ochuv bo'lsa, siz bu usulda bo'yamaysiz ko'zni. Aks qoldi, ko'zlar bunaqa qilib, bunaqa bo'lib ola ko'z bo'lib qoladilar. Tushuntira oldim degan umiddaman. Joy namozchi tashqaridagi anaqada bor. Tortma bori oq. O'sha yerda joy namoz solib qo'ydim. Ko'zi kattalagi bunaqa bo'yalmaydi-ya, tegi to'ppa-to'g'ri. Qalamni rangi qanaqa? 775 meni sevimli qalamim. Mana endi boyaga ko'zi tepasiga ishlatgan mana bu glitterim bor-ku. Men buni aralashtirib ishlatdim, eslasangiz. Mana shuni bundoq olib kelib tepaga sekin bundoq qo'yaman. Sekin. Bu pol faqat. Утепленный pol bo'ldi. Ha. Voy, jonim meni kechir. Tepaga. Buni siz agar bunaqa yog'ligi bo'lmasa, siz shu to'qiysizmi? Nozma paxonasida o'qing, sovuqmi o'ti? Ha, bo'pti. Bos. Bunaqasiga yoyishingiz kerak. Anaqa ko'raman. Bunlar generatorga bir soatga yoqamiz. Bo'ldi, qo'y. Agar sizda bunaqa jidki bo'lmasa, siz kley qo'yib olasizda, kleyni ustidan suxoy glitterni yopishtirasiz, xo'pmi? Ana sal tushiraman. Sizdan boshlaysiz, yana ko'tarib biroq o'tirasiz. Mana.
qotib qolmadikmi qizlijonlar? Mana. Tak. Ko'rdingiz-a? Ko'zlarining tagiga glitter qo'ydim va ortiqchasini shundoq olaman-da, bundoq qilib qoqib tashlaymiz. Mana. Sizga ham ko'rinyaptimi? Menga ko'rinyotgan go'zalliklar. Ustozim, ishingizga omad, rahmat Malikaxon. Qalaysiz jonim, men sizni hech esimdan chiqarganim yo'q. Dinlar lampiya o'chirib panelga o'tkazishim kerak. Bu kecha qotib savollarim javobsiz qoldi. Voy jonim, endi boshqatdan bering savollaringizni qotib qolgan bo'lsa. Menda ayb yo'q, svязь yaxshi emas qizlar. O'sha uchun ham efirlarimiz qotib qolyapti. Svязь umuman bilmayman nima uchun unaqa bo'lgan. Svязьimiz yaxshi emas juda. Ana endi menda mamnaqa Flormardan qalami bor. Mana bunday qilsangiz chiqadigan qalami bor. O'sha bilan lablarini bo'yab ko'ramiz. Buni menga firma jo'natgan edi. Ishlatib ko'rmaganman hali, lekin bilmayman uchun nima uchun topib qo'ygan. Ani Lorikka o'xshatishdi sizni. Kim edi? Ko'rsataman keyin, asal qiz u. To'g'rishingiz, kulamiz. Kulganimizda lavimizning oq chizig'i ko'rinadi-ku. O'sha chizig'idan biroz yurg'izaman. Va tepasini pishniroq qilishim kerak, chunki qizimizning tepa lavlari pastga qaraganda kichkina. Endi men bu zonaga ko'proq e'tibor berish kerak. Men bu tarafiga emas. Tepa qismiga. Nomiga yurg'izib olaman, ko'ryapsiz? Lavlalarni, chegaralarini chizib oldim. Endi menga juda ham yoqadigan yana bitta texnika bor. Bu texnikada men qosh qalami bilan bo'yayman. Lavva. Tak, qoshimni qalami mana bunaqa bo'ladi. Bu menda Foreverdan qarandash, mana bunaqa uchli bo'ladi. Ko'rdingiz-a? Ana shu qanaqa kley qilamiz glitterga oldin. O'zini glitter kleyi bor, so'rasangiz berishadi. Ferraruchida bor. Shikki bor. Nyxki bor. Glitter kley desangiz berishadi. Tepa qismiga ham ozgina pishnis beraman yana. Berdim. Ana endi pomadalarni aralashtirib olaman. Pomadani qaysi firmalarini yaxshi ko'rasiz deb aytasizlar, ko'p so'raysizlar. Mendan shu savol etmoqchiman. Men NYX, keyin L'Oreal, keyin Flormar, yana Note pomadalarini ishlataman. Menga yoqadi. Golden Rose pomadasi menga yoqadi. Mana NYX, Golden Rose va mana bu L'Oreal'ni imенно mana shu anaqasi yoqadi menga versiyasi.
yangi o'qib ishga chiqqan qizlarga nima maslahat berasiz? Arzonroq qilish kerakmi yo klient o'rganish uchun modellarni reklama qilaymi? Instagramingizni yurg'izing. Marraga tezroq yetishni xohlasangiz, mobilografiyani yaxshi o'rganib oling deb Instagramni yurg'izing. Boshqa narsa yordam bermaydi sizga. Chunki Instagramdan hozir hamma yozilib boradi masterga. Agar Instagramingizni yurg'izmasangiz, marraga yetib borishingiz ancha uzoq bo'ladi. Alo. Ha, bo'ldi, hozir chiqishadi qizlar. Namoz o'qiyotganlar oldidan o'tolmayman-ku. Chiqib ketsam. Ha, manda-chi plastikda-da. Aniq qiling, manalicha pul solmayman koshyogimga. Ular berib tursalar, ular plastikka tashib beraman. Siz ro'za edingiz-a? Ey jonim. Men bugun voqli chiqib, bolamni bog'chaga tashaganman. Va koshyogimga pul solish esimdan chiqib ketgan. Lavlariga qanaqa pomada surdingiz deb savol berasizlar. Bu tabiiy holat. Men aralashtirdim. Hozir ko'rsatgan pomadalarimni aralashtirdim. Tak, nima maslahat berasiz? Uni o'qidim. Men Instagramingizni yurg'izing, mobilografiyani yaxshilab shuning uchun ham men shogirdlarimga mobilografiya darsini qo'shdim. Nima uchun? Makiyajni ming qilishni bilsangiz ham, agar uni videoga, rasmga olib Instagramingizga qo'yishni bilmasangiz, orqada yuraverasiz. Joy uchun kuni har xil. Masalan, men hozir o'zimga kakras ishchi qidiryapman, chunki yangi salonga o'tdik. Bizada zallarimizda $75 va $100lik joylarimiz bor oyiga. Biz joyimizni kengaytirdik. Endi bizada bo'sh ish joylari bor-da hozir. Lablari sal meto bo'lib qoldimi? Mana shuna ko'ryaptimi? Lablar hali tugatilmadi. Siz oxirgacha ko'rsangiz, tugatilgandan keyin aytasiz meto bo'lganini yoki bo'lmaganini, xo'pmi? Hozir gel qo'yilganini men to'g'irlayapman. Shoshib ketmang hech qachon. Gel qish quyilgan, bir tarafiga ko'proq quyilgan yoki oqib ketgan gel, o'shani lavlaridagini men asimetriyani to'g'irlab yuboraman hozir. Kistimni tozalayman va buni yoyib yuboraman. Ozgina menga, lavis bu tarafni ko'rmayapman. Ana endi boyagi kistimiz bor-ku. Men bu kistimni o'chirg'ich kistim deyman. Ana shu bilan lavlarimizni chetiga cho'tkizib beramiz. Siz rosa ochiq insonsiz, ichingiz keng, rahmat sizga javob uchun. Lablar buni o'qidim. Qoshlar qanaqa gel tavsiya qilasiz? Inglot ishlating. Tak. Lavizga nechi qo'ygan? 1 mi? 0.5 mi?
05 ham to'g'ri qo'yish kerak. Qiyshiq qo'yibdi-da opam. Kimga quydiruvdingiz? O'zi tarafdami? Shu yerdami? Tanimaysizmi? Tanimayman. Ishxonam yoniga kelgan. Voy, malades. Qo'rqmasdan quydirganingizga nechi? Tanimagan odamingizga. Kosmetologga borasizmi deysiz, men qo'rqib ketaman, o'ylasam. Voy, hozir borsam, Men bormayman. labimni u narsa qilib qo'ysa, o'zimni oynada keyin tanimasam. To'xtab turing. Ana endi jiddiy stiklo beramiz. Assalomu alaykum, savolim bor. Tonalka sursam, yarim 5 yilga qarib, yuzim 5 yilga qarib ketganday beradi. Shu Badirxon survonman. Uni ko'rmasdan bir nima deya olmayman. Balki siz tonalkalarni noto'g'ri qo'yayotgandirsiz. Balki pudralarni noto'g'ri ishlatayotgandirsiz. Bir narsa deya olmayman-da. Lavlarini mana bu qismi bilan bu qismiga gel quyilgan va ular bu yoqqa ko'proq oqib ketgani uchun asimetriya bo'lib qolgan lavlar. Agar hozir men bu yoqni to'g'rilasam, bu yoqi shu, bu yoqni to'g'rilasam, bu yoqi shu bo'lib qolyapti. Assalomu alaykum. Ibodatlaringiz qabul bo'lsin. Rahmat debdilar. Sog' bo'ling. Ana endi qoshlarini faqatgina to'kilgan qismini to'ldiraman qizlar. Ortiqcha tegmayman qoshlariga. Mana bu joyini bundoq to'kilgan qismi ochilib qoladi, shundoq. O'shani shundoq to'ldirib yuboramiz xolos. Hozir prямой efir tugasa, shu yerda yeb olaveramiz. Mana shu issiq qolib kirib qo'ya qoling. Inshaalloh bir haftadan keyin ro'za tutaman mana. Bir kun tutishga ulgurdim xolos. Mana qoshlarini birozdan keyin yana bundoq qilib gel bilan taraymiz va ko'taramiz. Yana ham ko'taramiz. Tushuntirib oldimmi? Nima? Suyuq dedi. Suyuq dedimi? Mana shu burchaga yoqmayapti-da menga. Mana shu burchaga gel quydirmay maylimi? Labiz oldi taraf. O'zi pastiga uncha tegmagan, faqat tepaga. Qiyshiq-u, labiz qiyshiq emasdi-yu birinchi ko'rganimda sizni. Uncha tegmaganni o'zida mana shu tarafiga quyib yuborganda, mana bu tarafiga quysa, burchagiga quymasin. Mana bu yerni kengaytirib yuborsa labiz-ku, danu qurbaqaning labi bo'ladi. Multiklarda chizishadi. O'shanaqaga o'xshab qoladi. Qani mana endi voy chiroyli, xudoga shukr. Endi chiroyli bo'ldi-ya. Lavi mana bu boshlanayotgan joyiga pasti ham to'g'ri kelish kerak-da, qizlar. Bir xillarniki standartniy bo'ladi lavi. O'shani o'zingiz yopib yuborasiz lavini burchagini. Bo'ldi. Yozvoring, nimani yozvoring? E'tiboring, nimani e'tiboring? Tendagi o'zidan chiqadigan glitterdan
foydalanganda biror narsa surish kerakmi? Yo'q. Menimcha siz anaqani aytyapsiz, shimmerlarni aytyapsiz. Yo'q. Assalomu alaykum Zuliya, qalaysiz? Gel qildirganlarmida. Assalomu alaykum, savolim bor. Buni o'qidim. Qoshlari qanaqa gel tavsiya etasiz? Inglot buni o'qidim. Bugungi qiz juda chiroyli ekan. Juda chiroyli ekansiz. Sizni maqtashyapti. Ko'rdingizmi, meni oldimga kelavering siz. Shunaqa maqtab samatsangiz yana ham biz qo'varishadi. Qosh qalami nomeri. Voy, qosh qalami nomerini bilmayman. Buni men nomeri yo'q. Yo'q-a buni. Buni nomeri yo'q sizlar. Forever'dan ekan. Men buni zakaz qildirib olib keltirganman. Bu bizda sotuvda yo'q. Bu bunaqa qalam, ingichka qalam bor, shikdan bor, yana qaysilardandir bor. Ularni narxi $25 turadi. Bu bunaqa uzun, bunaqa tolalar chizib beradi qoshingizga. Bu menimcha men 75 mingdan olganman. Zakaz qildirib olib keltirganman. Ana endi tush suramiz. Pasal. Vivian Saboda ham bor. Qosh qalam. Yep. Kipriklarini bo'yab oldik. Ana endi pastki kipriklarini bundoq bitta o'taman. Professionalniy kursda hozir men pastki kiprikka ham kiprik qo'yishni ko'rsatib beryapman. Qanaqa kiprik bor pastga? Spetsial kiprikchalar bor, pastki kipriklarni yopishtiradigan. Ularni ham birma-bir ko'rsatib o'taman professionalniy kurslarimizda. Ana endi o'zimiz tayyorlagan highlighterdan surib olamiz. O'zimiz tayyorlagan highlighterimiz oppoq qizlarga boshqacha va qoravoy qizlarga boshqachasidan ishlatiladi. Shu sababli buni tayyorlanishi o'zining texnikasi bor. Bu haqida ham professionalniy kurslarimda birma-bir bo'lishaman. Bu ayniqsa вечерний obrazlarda, kelin obrazlarda kelinlarimizga juda ham yoqadi mana shu highlighterimiz. Chunki yuzlariga rosa svejest beradi. Yaltirlab yurish ko'radiganlar uchun zo'r variant. Tak, ana endi qo'limga olaman. Sizga ko'rinyaptimi, yo'qmi bilmadim. Soch makiyaj qancha qilasiz? Soch bilan makiyajimizda 500 ming so'm. Agar soch oddiyroq, jingali xohlasangiz 400 ming so'm bo'ladi. Makiyaj 450 ming so'm bo'ladi makiyaj bilan soch turmagi. Mana umuman filtrlardan foydalanmadik qizlar. Faqatgina biz svetlar yordamida yorug'lik berib makiyajimizni yakunladik. Inshaalloh men primoy efirni saqlanib qilib qo'yishga harakat qilamiz. Hozir ko'zlarini sochlari bilan tortib prichoska qilaman va ko'zlari yana ham mana bu burchaga ko'tariladi. Mana bundoq bo'lib. Ko'ryapsiz? O'shanga moslab men strelkani chizdim. Ikki tarafdan shunaqa tortaman. Hamma professionalniy kursingiz necha pul va necha oy yuritiladi? Professionalniy kurslarimizda 5 kunligi bor, 2 haftaligi bor, 1 oyligi bor. Xohlaganingizga kelishingiz mumkin. Uncha menga yoki Telegramdan yoki direktdan yozsangiz, biz siz bilan gaplashib olamiz. Idealniy ton yaratishni o'rganamiz, ya'ni qo'limiz bilan yuzimizga tegsa ham hech nima qilmaydigan ton yaratishni o'rganamiz. Shu bilan birga masочный effekti yo'q va idealniy ton. Keyin strelkalarni 4-5 xilini chizishni o'rganamiz. Rastushovanniy strelka yumamiz. Domik strelkani o'rganamiz, nежный strelkalarni o'rganamiz, koreyskiy strelka chizishlarni hammasini o'rgataman. Shu bilan birga sizga highlighter tayyorlash, konsiler tayyorlash va ham juda ham ko'p sirlarimni bo'lishaman.
Professionalniy kurslarimiz hozir bizda katta chegirmada. 1 oylik kursimiz $450. Har kuni dars bo'ladi qizlar. Unaqa 1 oyda 12 ta dars bo'ladi demayman. Har kuni bo'ladi darsimiz va 1 hafta to'liq o'qiganingizdan keyin menga уже отработкаlar topshirishni boshlaysiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz opajon? Porani yuzlarni qanaqa tonalni yopadi? Uni maxsus primer yordamida yopamiz. U primerni ham tayyorlashni men professionalniy kurslarimda birma-bir o'rgataman. Hammaga kattakon rahmat. Efirni saqlanib qilishga harakat qilaman. Savollar va chiroyli tilaklaringiz uchun hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan yana ko'rishamiz. Xayr.